U bu hayotdan ketdi, lekin yuraklardan emas. Dilshodbek Musabekov xotirasi yodga olindi. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Dizayn kulgu jamoasi a'zosi komik aktyor Dilshodbek Musabekov kecha 13 fevral sanasida hayotdan ko'z yumdi. 51 yoshli aktyorning vafoti hamkasblari va shou-biznes vakillari uchun og'ir judolik bo'ldi. Kimgadir otalik, kim uchundir akalik qilgan, boshqa birovlarga beminnat yordam berib kelgan yaxshi do'st va kamtar inson Dilshodbek Musabekovni bugun zamondoshlari xotirladi. Mening Dilshod akajonim, bu dunyoni tark etdingiz. Siz bilan 5 kun oldin yozishdim. Umraga borib men va oilam uchun duo qildingiz. Sezgandek hammani rozi qilib ketdingiz. Joyingiz jannatda bo'lsin ilohim. Sizni sog'inaman mehribon akajonim deb yozadi Munisa Rizayeva Instagramda. Ajoyib aktyor, so'zining chinakam ustasi, mehribon aka, munosib raqib va har qanday sharoitda insoniylikni birinchi o'ringa qo'ygan Dilshod akamning oxiratlari obod bo'lsin deb yozadi Million kulgu jamoasi yetakchisi Davron Kabulov. San'at ahli ishining qiyinligini qarang. Bizda bugun Moskvada ochilish marosimi bor, xursandchilik kun, lekin qalb og'rig'i ketmayapti. Yig'lab syomka qilyapman, yig'lab ko'z yoshlarini artib rasmga tushyapman. Qalb yig'layapti, lekin odamlarga kulib turishimiz kerak. Dilshod aka men uchun boshqacha inson edi. Mening akam, otam yo'q, lekin Dilshod akaning ham eng zo'ri, otaning ham eng zo'ri edi. Har ko'rganida kayfiyatim yo'qligini bilib kuldirardi. Bir safar ochilish kunida bolam mening qo'lim yengil deb shunaqa chiroyli duo qilganda o'sha yerda rosa yig'lagandim. Dilshod aka, shuncha insonni yig'latib ketdingiz. Osmon ham yig'lab yubordi, qalbimizdasiz. Allohim jannatlar bilan siylasin. Mening mehribon akam deb xotirladi xonanda Ruxshona Instagramdagi sahifasida. Joyingiz Firdavs jannatida bo'lsin akam. Juda ham beg'ubor va qalbingiz pok inson edingiz. Oila a'zolaringizga ta'ziyamni bildiraman deb yozadi aktrisa, teleboshlovchi, dizayn jamoasi a'zosi Sitora Farmonova. 10 yil siz bilan bir oila bo'lib, bir sahnada ijod qilganimdan, sizni shogirdingiz ekanimdan faxrlanaman. Bu samimiyat, insoniylik, mehr, qalbdagi nur, saxiylik boshqa hech kimda takrorlanmaydi. Ustozim, akam, mehribonim, otamdan keyin otam yo'qligini sezdirmagan suyanchig'im, oxiratingiz obod bo'lsin. Qalbimda bir umrlik o'rningiz bor deb yozadi guruh a'zosi Nazokat o'z Instagram sahifasida. Mening qadrdon do'stim, 1993-yili teatr va rassomchilik institutida abituriyent bo'lgan paytlarimiz ilk bor tanishgandik. O'sha yili san'at va madaniyat institutiga kira olmagan, jahl ustida armiyaga ketgan. Keyinchalik san'at oliygohiga o'qishga kirib tahsil oldi. Institutni tamomlagach Toshkent telekanalida Husniddin Ergashevga shogird tushdi va nima uchun nomli ko'rsatuvda aktyor sifatida ko'p yillar faoliyat yuritdi. Do'stim, Jiguli mashinang esingdami? Institutga borib yangi iste'dodli aktrisalarni qidirgan kunlarimizcha. Endi bu savollarni senga bera olmayman. Afsus. Har safar ko'rishganimizda xushmuomala, samimiy eding o'rtog'im. Afsuski, endi oramizda yo'qsan. Hozir Turkiyada safarda edim. Bu xabarni eshitib shok holatida qoldim. Bugun men uchun juda qayg'uli kun, qiyomatda ko'rishguncha. Alvido do'stim deb yozadi qiziqchining do'sti rejissor Nozim Tolipov Facebook sahifasida. Bugun mening Andijonga kelishimga sababchi bo'lgan akajonim, ertalab hurmatingiz uchun, yaxshiligingiz uchun aeroportda chipta qilib berishdi. Sizga rahmat aytishga ham ulgurmadim-ku akajon. Joyingiz jannatda bo'lsin deydi komik aktrisa Shahlo Zoirova. Dilshodbek Musabekovning oilasiga, yaqinlariga va aziz muxlislariga o'z ta'ziyamizni bildiramiz. Alloh ularni o'z rahmatiga va Habibimiz shafoatiga munosib ko'rib, jannati ila siylasin. Oson emas yaxshilardan bo'lmoqlik judo. Tangri rahmat qilsin. Mahshargacha alvido deydi so'z ustasi Dilshodbek Musabekovning eng yaqin insonlaridan biri bo'lgan Mirzabek Xolmedov. Afsuski, yaxshi insonlar bu dunyoni tark etar ekan. Dilshod aka juda kamtar, ko'ngli ochiqligi bilan yodimda qoldi. Har ko'rishganimizda menga katta motivatsiya berar edi. Hozirgi kunda bunday samimiy insonlar juda kam edi.
Alloh joyingizni jannatlarda qilsin. So'roq savolingiz yengil bo'lsin. Haqqiga duo qilib qo'ying, deydi aktrisa Xonzoda Do'st va ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Alloh rahmatiga olsin, juda yaxshi inson edi, deya xotirladi xonanda Bahrom Nazarov Instagramdagi sahifasida. Menga juda ko'p tuhmatlar bo'lgan vaqtda shou-biznesdan faqat shu inson aloqaga chiqib, akadek menga yordam berib dalda bo'lgan edi. Mening akam yo'q, lekin shu inson sabab akaning o'rni qanchalik muhim ekanini angladim. Dilshod aka, siz uchun duoda bo'lamiz. Robbim savol-javoblaringizni oson qilib, o'sha vaqtda mendek bir mazluma tomonda bo'lganingiz uchun behisob ajr va mukofotlarini bersin, deb yozadi aktrisa Feruza Normatova Instagram sahifasida. Joylari jannatda bo'lsin. Yaxshi inson, yaxshi do'st va ustoz edi. Alloh rozi bo'lsin, gunohlarini o'zi kechirsin, deb yozadi Bravo kulgu jamoasi a'zosi Umid Umarov. Ukaginamning oxirati obod, joylari jannatda bo'lsin. Amin. Juda yaxshi bola edi. Odamzod shunday ekan, qachon kelishi va ketishini bilmaydi. Alloh gunohlarimizni o'zi kechirsin. Bir-birimizga mehrli bo'laylik, deya hamkasbini xotirlab Instagram sahifasida post qoldirdi qiziqchi Shukrullo Isroilov. Marhumning janozasi 14 fevral sanasida Toshkentdagi Bo'ta buva masjidida o'qildi. Aktyorni so'nggi manzilga kuzatish uchun uning yaqinlari, hamkasblari va muxlislari minglab insonlar yig'ildi.